Aka, sizda trekker mashinasi bor, lekin haligacha metan qo'ydirsammikan, propan qo'ydirsammikan deb ikkilanib yuribsizmi? Videoga like bosib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ring, afsuslanmang. Bu trekkerimizga qilingan ishlarni sizlarga qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, miyalarimiz Avansi 32 ga 4 miyalarimizdan qo'yib berganmiz. Farsunkalarimizga keladigan bo'lsak, farsunkalarimiz Dakota 2 ohmli farsunkalarimizdan qo'yib berganmiz. Reduktorlarimizga keladigan bo'lsak, reduktorlarimiz Nordic italyanskiy reduktorlar. Yana Fagmi одноразовый chiqarma shlanglar bilan original xomutlar bilan o'rnatib berganmiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismiga 54 talik propan joylashtirib berganmiz. Shumkalari bilan akkuratlik qilib o'rnatib bergan. Akamizning fikrini eshitishingiz mumkin. Akamiz Instagram orqali bizni kuzatib kelgan ekanlar. Aka, qanday bo'ldi ustanovkamiz? Endi ustanovkaga gap yo'q, arzon, sifatli, o'zim xohlaganday anaqalarimni qo'yib berishdi. Evrostilda yaxshi. Kelinglar, sovet beramiz. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana propan qo'ylaring mazza qaydaysizlar. Sog' bo'linglar. Kimga mana shunaqa metan o'rnatish yoki propan o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.